أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maide suresi 3. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. O kapırlar dozaqda qattiq azapladığanlıqdan onundan çıkıp ketmekçi boluduyu, amma herkes çıqanmaydı. Ulağa üzülmez azap ba. Ey iş başqurğuçalar! Oğurluq qılğuçı erning ve oğurluq qılğuçı ayalning başqalarning pul milini haqsiz yavag'in qilmishini shariat bo'yicha jazolash, bu o'g'irlarni xalqi olamga ibrat qilish va bu orqali boshqalarni buningga o'xshash jinoyat sodir qilishdan to'sish uchun ularning qo'llarini kesinglar. Alloh o'z podshohligida g'olibdir, buyurganlarida va to'sqanlarda hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki o'g'irlik qilib o'ziga zulm qilgandan keyin tavba qilib barliq amallarni tuzatsa, Allah haqiqatan uning tavbasini qabul qiladi. Chunki Allah bandalarining gunohini nihoyatda mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyatda mehribondir. Ey payg'ambar, bilmamsanki Allah osmonlarning va zaminning yaratquchisi, boshqurg'uvchisi va egisidir. Allah nimani xolisa uni cho'qim amalga oshirg'uchidir. Xoligan odamga azob qiladi, xoligan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, sening payg'ambar ekanligingga dillarida ishonmay turib, eg'izlarda yolg'ondan iymon etib qo'yadigan munofiqlarning kufriga o'zini etayotganligi seni hargiz g'amkin qilmasin. Men ularga qarshi sana albatta yordam qilaman. Yahudilarning sening payg'ambarligingni inkor qilishga oldirib ketayotganligimi seni g'amkin qilmasin. Chunki ular yolg'onga bakra quloq soladi. Jonbaqar mo'lillarning o'ydirib chiqargan to'qilmalarga ishinadi. Sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmning so'zini qabul qiladi. Mazkur boshqa qavm Allohning Tavratdagi so'zlarini bilib turib o'zgartib etadi. Ular agar sizlarga Muhammad tarafidan Tavratning biz o'zgartib etgan ahkomlarga muvofiq keladigan hukmlar kelsa, uni qabul qilinglar. Agar biz deb bergan ahkomlarga o'xshamaydigan bir narsa kelsa, uni qabul qilishdan va uningga amal qilishdan hazar aylanglar deydi. Ey payg'ambar, Allah qandaqlı bir bandisining ozg'un bo'lishini iroda qilsa, sen u ozg'unlikni uningdan hargiz to'sib qolanmaysan. Uni hidoyatmo qilanmaysan. Allah ashu munofiqlar bilan yahudilarning dillarini kufrning pasqinliklaridan pok qilishni xohlamagan bo'lib, ularga dunyoda xorliq va rasvolik, oxiratda bo'lsa cho'ng azob bor. Ashu yahudilar yolg'onga quloq solish bilan harom yeyishni o'zida mujassam qilgan kishilardir. Ey payg'ambar, agar ular sening oldinga da'vo so'rab kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysangmi yoki uni rad qilsangmi bo'ladi. Ularning orasida hukm chiqarishni rad qilsang, ular senga qilchi ziyon yetkazmaydi. Agar ularning orasida hukm qilmoqchi bo'lsang, adolat bilan hukm qilgin. Chunki Alloh adolat bilan ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ana shu yahudilarning ishi haqiqatan ajablanarlikdir. Ey payg'ambar, ularning qo'lida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat turuqliq senden hüküm talep qilib keladi. Ondan sen chiqargan hüküm o'zlarini rozi qilmasa, uningdan yuz o'raydigan turuqliq yana qandoqlarcha seni hüküm chiqarishga taklif qiladi. Ular o'zlarining shariatini inkor qilgan, sen chiqargan hükümdan yuz o'ragan kishilar bo'lib, mushu illatlar bilan sifatlangan kishilar hargizmi Allohga va sana iymon etgan mu'minlardan emas. Shaksizki biz kishilarni ozg'unlikdan hidoyatga chiqaradigan shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan Tavratni nozil qilgan edik. Itoatman payg'ambarlar yahudilar orasida uning bilan hukm qilgan Tavratni o'zgartib etmagan va uningdagi amr farmonlarga xiloflik qilmagan edi. Yahudilarning zohidlari bilan kishilarni to'g'ri yo'lga soladigan ilm ahlilarimi Allohning kitobi bo'lgan Tavrat bilan hukm qiladi. Chunki ularning payg'ambarlari ularga Tavratning ahkomlarini kishilarga yetkazishni va o'rgatishni topshirgan. Yahudilarning orasidagi zohidlar bilan ilm ahlilari payg'ambarlarning yahudilar ichida Tavratning ahkomlari bilan hukm qilganligiga guvoh edi. Alloh ularga xitob qilib mundoq dedi: Ey yahudi olimlari, men nozil qilgan ahkomlarni ijro qilishda kishilardan qo'rqmanglar. Chunki ular sizlarga qilchi foyda ziyon yetkazmaydi. Shunga sizlar mendan qo'rqinglar. Chunki men sizlarga birdan bir foyda ziyon yetkazguchi yegona zotman. Mening oyatlarimni dunyoning arzimas manfaatiga setib etmanglar. Allohning kitobi bo'yicha hukm qilmaslik kofirlarning amallaridandir. Kimki Alloh kitobida nozil qilgan ahkomlarni yushirish, inkor qilish va boshqasi bilan hukm qilishni durust sanab, shunday qilish orqali burmalaydigan ana shular kofirlardir.
İsroil avlodiga Tavratda shundoq belgiladiki, birovni nohaq o'ldirgan odam o'ldiriladi. Birovning ko'zini quyayotgan odamning ko'zi quyiladi. Birovning burnini kesayotgan odamning burni kesiladi. Birovning quloqini kesayotgan odamning quloqi kesiladi. Birovning tishini to'kkanning tishi to'kiladi. Biri yana birini qandoq yarda qilgan bo'lsa, u shundoq yarda qilinish bilan qisos elinadi. Kimki jinoyatchini afu qilaversa, ya'ni qisos olmasa, bu uning gunohlariga kaforat bo'ladi. Kimki qisos va boshqa masalalarda Alloh nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ana shular Allohning belgilamasidan chetnab ketib, o'ziga zulm qiluvchilardir. İsroil avlodi orasidan kelgan payg'ambarlarning keynidan Maryam o'g'li Isoni ilgari Yahudilarga berilgan Tavratdagi haqiqatlarga iymon keltirguchi, uningdagi amaldan qoldirilmagan ahkomlarga amal qilguchi qilib avatdi. İsoga Injilni nozil qildikki, Injil kishilarni haqdan yetaklaydi. Alloh nozil qilgan ahkomlarni kishilarga bildiradi. Asli Tavrat o'z ichiga olgan ahkomlarning haq ekanligiga guvoh bo'ladi. Uni biz Allohdan qo'rqadigan kishilarga vaz-nasiyat va ularni gunoh ma'siyatdan to'sqich qildik. İsa alayhissalomning ummati bo'lgan xristianlar Alloh nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin. Kimki Alloh nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ana shular Allohning itoatidan chiqqan osiylardir. Ey payg'ambar, biz sana Qur'onni nozil qildik. Uningdagi bayonlarning hammasi o'zidan ilgirki samoviy kitoblarning rostligiga va Alloh tarafidan nozil qilinganligiga guvohlik beradigan haqiqatlardir. Qur'on u kitoblardagi burmulangan ahkomlarni tasdiqlovchi, burmulanganlarini fosh qiluvchi va ba'zi ahkomlarni amaldan qoldiruvchi kitobdir. Ey payg'ambar, Yahudilarning ichidan sendan hukm talab qilib kelganlar orasida sana nozil qilgan mushu Qur'on bilan hukm qilgin. Sana kelgan haqiqatdan chatnab, ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ey Muhammad alayhissalomning ummati, biz har bir ummatning amal qilishi uchun bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisi edi, albatta sizlarning shariatinglarni bir qilgan bo'lardi. Lekin Alloh sizlarni sinab, itoat qiluvchi bilan osiylik qiluvchini o'ttirg'i chiqarish uchun sizlarga har xil shariat tayin qildi. Shunga sizlar Qur'onni izchil amal qilib, dunyo va oxiratda sizlarga foydali bo'lgan yaxshi ishlarni qilishga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalar to'g'risida Alloh sizlarga xabar beradi va har kimga amaliga yarasha mukofot yoki jazo belgilaydi.